bo'lmadi. Ana bugun endi kolonkani qo'ydilar, mana rosa yaxshi, juda ham yaxshi. Menga o'xshab qo'qib yurganlar qo'rqmasdan kelavringlar. Ana Zokirjon ukamizni oldilariga bemalol, ayniqsa sahri borlar. Meni sahrim 12-15 ta yurar edi. Mana kechqurun hech uxlab turdim. Mana tishim juda ham yaxshi, Xudo xolasa bemalol kelib qilgizaveringlar. Qarang, kecha implant qo'ydik. Implantdan keyin nechta dori ichdingiz? Bitta uyqu dori ichdim, o'zimda bor edi uyqu dori. Og'riq qoldiradigan ichmadingizmi? Yo'q, uni ichmadim, kechqurun ichdim. Hozir mana временный koronkangizni qo'yib berdim-ku, sizga men ukol qilmadim, to'g'rimi? Ha, yo'q. Ukolsiz bemalol временный koronkangizni qo'yib berdim, to'g'rimi? Qonagan yo'q, og'riq yo'q. Men shunisiga men qo'rqoq edim. Rostiga bizga oldindan tish og'zi biz yuraklarimiz bezillab qolganda, hech ham qo'rqmanglar. Nimagaki umuman og'riq yo'q. Shu yiynamda sanchilar, o'shanaqa og'riq ham sezmadim-da kecha. Ha, qarib bir soat o'tirdim-ku. Mana o'sha eng glavnisi shu-da, kecha implant qo'ydik. Bugun vaqtinchalik koronka qo'ydik. Kecha mana 12 da tugatdik. Bugun obeddan keyin vaqtinchalik koronka. Bemalol endi yo'lga tushib ketaverasiz. Ya'ni yumshoq ovqatlarni bemalol yeyaverasiz endi. Protez bilan xayrlashasiz endi. Tamam. Butun umr endi protez taqmaysiz. Mana bu glavniy narsa. Hozir qilingan implantlarning hammasini anketaga qilib yozib qo'yganmiz. Korobkadan chiqargan hamma stikerlar yopishgan. Noxushlar beramiz. Bundan tashqari ularga qilingan ishlar bo'yicha summaning chekimiz va ularga ham beriladi mana shunaqa klinika nomidan va ularga ham stiker yopishtirib beriladi. Har bitta qilingan implantlarning razmerlari bilan va summalari bilan ko'rsatib beriladi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bundan bag'iga ham ishlaringiz davomiy bo'lsin.